Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Luxury Cars YouTube'da o'z faoliyatini boshladi. Xudo xolasa sizlarga yangiliklar olib kelib qo'yganmiz. Video davomida bittama-bitta to'liq obzorlarni ko'rsatamiz. Birinchi avtomobilimiz Kia K5. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 59.000 probegda, kraskalari absolyutni toza. Avtomobilimiz Prestige Special pozitsiyasi. Ichlarini bitta ko'rsatsangiz bo'ladi. Salonlari ideal holatda o'tib turibdi. Perforatsionniy sidenya, old orqalari elektronniy bo'ladi. Sidenya rullari abagrev. Rullarini ham bitta ko'rsatib qo'ying, motiviyligini. Holatlari zo'r. Orqalari ham keng. Orqalarini ham ko'rsatib o'tsangiz, abagrevlarigacha bor. Perforatsionniy sidenya yozda umuman terlatmaydi. Balon holatlari yangi qo'yib qo'yilgan GT Line diskalarida. Orqalarini ham ko'rishlaring mumkin. Yangiday bo'lib turibdi. Zapaskalari ham tushmagan, hamma yo'qda komplektda bor. Avtomobilimizni bitta yurg'izib, motorlarini bitta eshittirib ko'rsak. To'rt xil rejimi bor. Komfort, sport, Eco rejim, smart rejimlari bor. Dvig'zonli klimat kontrol, 360 gradus kamera, abagrev sidenya, беспроводной zaryadniklarigacha mavjud. Oldilarini ham bir qator ko'rsatsangiz, old orqalarini, vidlarini. Juda agressiv ko'rinishda. Ikkinchi avtomobilimiz oq Kia K5. Bunimiz ham 23 ga 24, 24 7-oy hisob ma'lumot avtomobilimiz. Bunisi ham 23 ga 24, 4-oy. Salonlari ideal bo'lib turibdi. Perforatsionniy sidenya, bunda ham ko'jalari tiniq holatda. Atigi 10.000 km probegi avtomobilimizni. Orqalarini ham bitta ko'rsatib borsangiz, orqalari ham tiniq bo'lib turibdi. Apshifkalari ham shunaqa chiroyli kombinirованный bo'lib ishlangan. Yog'ochdan ishlangan. Buni ham bitta orqalarini ko'rishlaring mumkin. Keng bagaj, bunda ham xuddi shunaqa hamma yo'l komplektda bor. Zapaska balonlari tushmagan. Yangiligi, svejligini qattan bilsalaring bo'ladi. Mana plyonkalari даже shilinmagan avtomobilimizda. Buni ham bitta motorlarini eshitib ko'ramiz. Bunda motori 2,5 litrli atmosferniy bo'ladi. Buniki 2 litrlik. Bu ekonomishniroq, bu sportivniyroq avtomobilimiz. Bitta yurg'izib, motorlarni ham eshittirib ko'ramiz. Mana tablosini ham ko'rsatishingiz mumkin. 10.000 atigi probegi. Bunda ham xuddi shunaqa abagrev sidenya, rullarigacha isitadi. 4 xil rejimlari bor. Old orqa paktroniklar. Motorlarini bir qator ko'rsataylik. Oldi vidlarini ham ko'rsating. Oldiga bitta ahamiyat bersalaring, juda agressiv ko'rinishda, oqi ham o'ziga yarasha chiroyli bo'ladi. Motorlarni ham bitta ko'rsatib o'tsak. Motorlari вообще ideal holatda, changi bilan turibdi. GDI motor bo'ladi, sportivniy motor, 2,5 litrlik atmosferniy motor. Motorlari go'zal holatda, ideal. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimizni 24 mingdan o'tib beramiz. Kelishadigan holati bor. Bunimizni 26 ming so'ralyapti. Kelishtiradigan holatlari bor. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Keyingi avtomobillarimiz Malibu. Qisqacha obzorini qilamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan 112 ming probegda. Mana oldilarini ko'rishlaring mumkin. 2.4 atmosferniy bo'ladi. Polностью premyer qilingan. Oldi, orqalari, diskalarigacha premyer qilib qo'yilgan avtomobilimizni. Bitta orqa qanotida kraskasi bor. Merz ходовой qilingan, metan gaz ustanovka qilib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 17.500 AQSh dollari kelishadigan holati bor. Qora Malibuimiz sotildi. Baraka qilib qo'yildi. Zaklatlarni tashab berishdi. Egalariga xayrli bo'lsin. Avtomobillarimizni batafsil ma'lumotlarini opsiyada qoldiryapmiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpiskani ayamaysizlar.
Ma'lumot uchun Telegram va Instagram akkauntlarimizni yurg'izyapmiz. Har xil turdagi avtomobillarni qo'yishda davom etyapmiz. Sizlar bilan Luxury Cars ko'rishguncha.